Assalamualaikum dekanlar jamoati. Bugun 2025-yil 4-iyun. Bu yer boshqa polyavuz. Bu yerga Limagreyn urug'i ekilgan. Mana bunda bir taqa makasi pastroq, sebebi uni chiqqanda bedi go'lak og'ilib o'smay qolgan. Qolgan jog'i o'ta sonu. Ya xalosa. Deb suv ag'iladi arasında. Bunu suyunu tashlaymiz hozir. Limagreyndan da ne gördük bu. Biz gidro ekçilik, yani pioner ekçilik. Limagreyn bu maqtagandan bundan da 1-2 hektar ektik. Son tegiz var yok.